Assalomu alaykum hammaga. Bu videomizda Garvardga kirish imtihonida tushgan savolni tahlil qilamiz. Bizda berilgan k kvadrat minus k kub teng 12. Hamma klarni o'ng tomonga o'tkazib olamiz. Shunda hosil bo'ladi k kub minus k kvadrat plus 12 teng 0. Bu tenglamamizda faqat bitta yechish yo'li bor, u ko'paytuvchilarga ajratgan holda. Qanaqa qilib ko'paytuvchilarga ajratamiz? K kub minus k kvadrat olamiz, 12 ni o'rniga 8 plus 4 deb yozamiz. 8 plus 4 bizga 12 ni beradi. Shunda k kub bilan plus 8 ni olamiz, minus k kvadrat bilan plus 4 ni olamiz. Bu teng 0 ga. Yoza olamiz. K kub plus 8 o'rniga 2 ni kubi minus k kvadrat plus 4 o'rniga 2 ni kvadrat teng 0. Bu birinchisini olamiz. Bu a kub plus b kub formulasi bo'yicha ochib olamiz. Bunda bizga hosil bo'ladi k plus 2, ikkinchi qavusda k kvadrat minus 2k plus 4 bo'ladi. Birinchi bundan esa minusni chiqarib olib ko'paytuvchilarga ajratsak k minus 2 k plus 2 hosil bo'ladi. A kvadrat minus b kvadrat formulasi bo'yicha ko'paytuvchilarga ajratib oldik. Endi qarasak, umumiy ko'paytuvchi bor. K plus 2, k plus 2, k plus 2 ni chiqarib olamiz. Agar k plus 2 ni chiqarib olsak, nima qoladi bizda? K kvadrat minus 2k plus 4 minus k minus ta'sir ettirib ochamiz, plus 2 qoladi. Teng 0. K plus 2 yoza olamiz. K kvadrat minus 2k minus k bizga beradi minus 3k ni. 4 plus 2 bizga beradi 6 ni. Teng 0. Birinchisi qachon 0 bo'ladi bu tenglama? Qachonki har bir ko'paytma 0 bo'lsa. Yoza olamiz. K plus 2 teng 0. K kvadrat minus 3k plus 6 teng 0. Bundan k birimiz chiqadi minus 2. Bunda diskriminantni hisoblab olsak, minus 3 ni kvadrati minusdan 4 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 6. Bundan ko'rinib turibdiki, 9 minus 24 bu minus 15 ni beradi. Bu kichkina 0 dan. Bu degani kvadrat tenglamamiz yechimga ega emas. Bizda faqat bitta yechim chiqdi. K teng minus 2.